30 ming yurgan Gentra. Narxi 13.300 dollar. Aka, menimcha bunaqa narxga hech qayerdan topa olmasangiz kerak. Ulgurib baraka qiling. Mashinamiz A-sidan Y-sigacha polni navrut qildirib qo'yilgan ekan. Malibu bar, Malibu rul, CC3 monitorli uстановка qildirib qo'yilgan. Mana bunaqa video registratorlar, mejigar pultlar, polni salonlari, aka printlarigacha qildirib qo'yilgan. Sidenalari cho'kib ketmagan, dog' bo'lib ketmagan, yaxshi rezinaviy polikalarigacha tashab qo'yilgan. Aka, ulgurib barakasini qo'ying. Hozir videoga bitta like bosing. Tashqi ko'rinishni ham sizga ko'rsataman hozir. Glavnisi narxi zo'r. Like bosib qo'yavering. Ranglari qora svetda. Mashinamizga original Amerikanka fari, tepa pastlet setkalarigacha qo'ydirib qo'yilgan. Mashinamiz olib haydashingiz uchun tayyor olganingizdan keyin hech qanaqa rasxod qilib o'tirmas ekansiz. Mashinamizga 4 ta imperialdan yumshoq balonlargacha taqib qo'yilgan. Labovoylar so'nzashlari yo'llariga tonirovka ruxsatnomalar qo'yilgan. Glansiy stoykalar qo'ydirib qo'yilgan. Mashinamiz polni shumkalarigacha ham qilingan, oka. Bitta kalinka, bitta oldi krilonimizda kraskasi bor. Qolgan joylari bo'lsa absolyutni top-toza, egalaridan 2-3 oylik endavernislarigacha ruxsatini so'rab qo'ydim. Orqalariga bo'lsa, optra farlarigacha taqib qo'yilgan. Zapaskalar hali tushmagan, yangi qora Gentrani hozir xarid qilyapsiz. Agar mashinamiz yoqqan bo'lsa, pastki nomerlar sizlarni follow'da. Telegram kanalimizga o'tsangiz, bundan ham zo'r narxlarda mashinalar qo'yishda davom etamiz. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin.